Sinus taxikardiya tashxisi qo'yilganda nima qilish kerak? Sinus taxikardiya u ham demak bradikardiyaga o'xshab kasalni bezovta qiladigan taxikardiyalar bor, kasalni bezovta qilmaydigan taxikardiyalar bor. Har doim demak kasalni bezovta qiladigan muammo o'zi davolanishi kerak. Kasalni bezovta qilmaydigan muammo davolanishni demak chetga surish kerak. Meni o'zimdan ham demak bezovta qilmaydigan kasalligim bir nechta bo'lishi mumkin. Demak, men boshimni qotirib, har xil tekshiruvlardan o'tkazib, kasallik qidirishga harakat qilishim kerak emas. Nima narsa bezovta qildi, o'sha narsani davolashimiz kerak. Sinus taxikardiya bu nima degani? Sinus taxikardiya yurakni o'zini, demak, sinus tuguni bor. Bu yurakning generatori hisoblanadi. Yurak urishini boshqarib turadi. Sinus tuguni 60 ta 1 minutda o'zidan impuls chiqarsa, yurak 60 ta qisqaradi. 80 ta chiqarsa 80 ta. Faqatgina sinus tugunini ish faoliyatini bosh miya boshqaradi. Bosh miyaga ko'proq yurak urish kerak bo'lsa, informatsiyani sinus tuguniga beradi, sinus tuguni ko'proq impuls chiqaradi. Shu uchun demak, aksariyat bemorlarda sinus taxikardiyasi bor bemorlarda bu asab gormonal muammosi bor bemorlar hisoblanadi. Shuning uchun demak bizga shunaqa bemorlar murojaat qilsa, birinchi navbatda demak bemorni ruhiy holati va gormonal holatini baholashimiz kerak. Agar bu narsalar hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, keyin yurakni yoki qolgan a'zolarni tekshirishni boshlaymiz.